Bitta mijozim 6 ta aylanali sumkani zamokli qilib tikib bera olasizmi deb yozib qoldi. Rostini aytsam, hali tikib ko'rmagan sumkamga zakaz olishga rosa qo'rqdim. Lekin kelib turgan mijozni yo'qotib qo'ygim kelmadi. Allohga tavakkal qilib zakazni qabul qildim. Sumka tikishni boshlaganimga endigina 2 hafta bo'ldi. Shunga qaramasdan har kuni 20-30 qizlar "Kurus qiling, menga ham o'rgating, shogird qilib oling" deb yozishyapti. Lekin qizlar, men hali o'zimni ustoz bo'ladigan darajaga yetdim deb hisoblamayman. Menimcha, kurus qilish va boshqalarga o'rgatish uchun avval biroz ko'proq tajriba to'plash kerak. Aslida men ham bu sumkani rus blogerlaridan videolaridan ko'rib, YouTube orqali o'rgandim. Agar tikishdan ozgina xabari bo'lgan odam bo'lsa, YouTube orqali ham bemalol o'rganni oladi. U qadar qiyin ish emas. Mana rosa ikkilanib olgan zakazimni ham tayyor bo'ldi. Allohning yordami bilan natija yomon chiqmadi deb o'ylayman. Sizgacha yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.